Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga biz birinchi startapimizni ko'rsatishni boshladik. Demak, hozir ol, keyin to'la yoki hozirga keyin to'la. Demak, BNPL buy no pay later. Demak, ikkinchi sahifa muammo O'zbekistondagi holat. To'lov imkoniyati katta xaridlar uchun darhol to'lov qilish imkoniyati yo'q. Yokida murakkab jarayon. Kredit olish jarayoni murakkab va vaqt talab qiladi. Mijoz yo'qotish. Kichik bizneslar mijoz yo'qotmoqda. To'lov qobiliyati kamligi sababli. Biz taklif qilayotgan platforma foydalanuvchi uchun mahsulot darhol oladi, 3 yoki 12 oy davomida bo'lib to'laydi. Sotuvchi uchun pulni darhol oladi, ko'proq mijoz jalb qiladi. Qanday ishlaydi? Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi, mahsulotni tanlaydi, bo'lib to'lash tanlanadi. AI scoring 2 daqiqada limit beradi, mahsulotni oladi. Sotuvchi platformaga ulanadi, mahsulotlarni joylaydi, har bir sotuvchi darhol to'lov oladi. Masalan, do'stlar, shu joyida mening qornim och deylik, cho'ntagimda pulim yo'q. Men ochimdan o'lishim kerakmi yoki muddatli limitli to'lovga nimadir narsa yeyishim mumkinmi? Masalan, men restoranga boraman, 500 ming so'm limit berdi ilova menga, 500 ming so'mlik narsa buyurtma qilaman restorandan, ovqatlanish joyidan va to'lov uchun QR kodni skaner qilaman ilova orqali va ilova unga to'lanadi avtomatik. Demak, bizning qiymat deyapti, foizsiz bo'lib to'lash yoki past foizli qulay shartlar, test tasdiqlash, banksiz to'g'ridan-to'g'ri ilova orqali har bitta arizani operator tasdiqlaydi. Qulay mobil ilova, zamonaviy va sodda interfeys. Qanday daromad olamiz? Merchant fee, har bir tranzaksiyadan komissiya, penalti, kechiktirilgan to'lovlar uchun jarima, premium, tez, approval va limit olish, tez tasdiqlash va limit olish deyapti. Innovatsion yondashish, AI scoring, katta ma'lumot, katta data, API integrations va mobil apps, mobil dastur. Katta imkoniyat, o'sib borayotgan kichik va o'rta bizneslar soni, onlayn savdo, yosh aholi, asosiy maqsadli auditoriya. Bizning ustunlik raqobatchilarga qaraganda an'anaviy bank kreditlar, mikroqarzlar, keyin to'la dasturida esa tezlik, soddalik, digital first. Demak, risklar yechimi, risklar to'lovni qaytarmaslik, fraud, yechim AI scoring, limit tizimi, monitoring. Birinchi qadamlar, bir ikkita partner do'kon ro'yxatdan o'tadi. Oddiy mobil ilova, boshlang'ich AI scoring, 100 ta 500 ta foydalanuvchi. Demak, keyingisi kelajak va so'rov, O'zbekistonda eng katta BNPL platforma va Markaziy Osiyo bozoriga chiqish. Masalan, shunaqa. Demak, oxirgisi keyin to'la, faqat to'lov emas, bu yangi xarid madaniyati. E'tiboringiz uchun rahmat deyapti. Qo'shimcha do'stlar, bu loyihani ichiga yana boshqa, yana ham kengayuvchan bo'lishi mumkin. Ichiga masalan vazifalar degan narsani ham qo'shsak bo'ladi. Kimdir vazifa yaratadi ilovada va o'sha vazifani kimdir vazifa bajaruvchilar sonini tanlaydi va o'sha vazifani bajargan odam haqiqatda vazifani bajarganmi yo'qmi, o'shani rasmi yoki videosi bilan yuboradi. Agar tasdiqlasa, o'shani balansiga pul tushadi. Xuddi ish, faqat bu vazifali tizim bo'lyapti. Masalan, men shunaqa vazifa qildirmoqchiman. Ko'chadagi chiqindilarni 100 ta odamga tozalattirmoqchiman. Uni 100 ta odam tozalaganini har bittasi rasm videosini yuboradi va men uni tekshirib tasdiqlayman. Shundan so'ng ularga platforma o'zi avtomatik pul tushirib beriladi. Va yoki boshqa ichida bonusli qandaydir
pul keltiradigan narsalarni qilsak bo'ladi. Odamlarga bir-biriga foyda olib kelishlik uchun. E'tiboringiz uchun yana rahmat. Hammangizga salomat bo'ling. Bizni keyingi loyihalarimiz, startaplarimizni ham kuzatib boring. Startap bo'yicha kimdadir savol yoki taklif bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Rahmat.